Samkamның çak-çakları Hamşey oludu. Mollu Zeydin seley çakan Samkamның Rastaysi. çak-çakları Assalamu alaikum kademlerge merhaba. Şox yigitler, merdane, güzel kızlar, hör zıba. Assalamu alaikum, köngül izdep kelgenler. Çayxanamızda çay içip muradıga yetkenler. Yetkenler. Çayxanımız kaynaydı o kızık paranda. Muhabbetlik çayları yüreklerge yakkaçka. Yanfılları Oppo'nun buldu ana tajdar, şirketim o Kamran'ın talep kılıp turgaçka. Baş əgim hem mötüver kiygellerge yaraştı. Sırdışımını issem dep heves bilen qaraştı. Hey Adlaka. Hoş. Muşu dutta açılıp oltasam xiyalımgı sen keldin. Derdin bolsa et yarım muңdaş qılıp men keldim dep. Muşu çayxanımızga mening muşu esil demlengen navat çaylarımni içip muңdaş qılı. Hem muşu içideki sırlarını az dolu bir tökkili. Hem de etrafta boluvatkan muş kızık paranglar toğırlık kızık paranglaşkılı kilip olturuş modu boluvatı da hazır. Egraçiyen ufkam. Mana aka. Doğru dese ufkam. Dimisime turmuş ritmine naite tüzlüşüp. Ama adam aldıraş bop gitip bağın çağda. Muşunda çayxanımız gelip olturup. Muң düşüp. Almın bulalığımızın özü. Dimisime abiyatın sen diyendek moducuma. Silaç kanda desi düşündü ama. Sıra. Yaxşı mana kızık paranlarımızı dep külüştürüp bu sorunumuzu başlap aldı. Ondan sonra azadı oturup çay içkeş kıldırım. Bir ançımıcı güngür muң dışarı. Şunda kılaylı mı? Kene mehmallah. Çayğı bir kınla çayğı. Kene çayılınla. Hoş. Bu stakallarınız pek çıraylıkken go. Çıraylık ha? He çıraylık. Hanım kızlarının gözüm ucunda yagi bek düşürdü. Markasını dep birey mi ya? Buldu dep ya. Nazibe cuma. Kene mehmallah çayğı bir kınla. Kene merhamet. Çay için laf kıla. Adaş, yakından bu yan hanım kızlar arasında nim mod bu atıdı bilemse? Nimler mod bu itipti? Qara bilmeginin ne? Şeyme Xalqara Soçek şirketining import qilib atgan girim buyumlari mod bu atıdı. Uni ishlatganlar og'zi tegmay maqtishib atıdı deyina? Ha, shundoqmi nim boldur demaysam, ham ishlatim emasmi? Endi ishlatsam kechikmaysa adaş. Ha, bu mahsulotni tafsiliy tushuntirib qo'ya. Bugungi choyxonamizga Şeyme şirketininki qurg'uvchisi Filora Parat xonimmi çayxana ahliga choy bagili ham choy kilkapti. Tafsilotlarni Filora xonim o'zi deb bermisinmi? Undoq bo'lsa pek yaxshi bo'lg'udak. Oy, nima gap adamlar? Assalamu alaikum. Ben Şinjan Şeyme Xalqara Soçekli şirketinin qurg'uvchisi Filora Parxat bo'laman. Bugun çayxon baranglari qatnashgan barliq çayxona ahli hammalarga mendan o'tliq salom. Bugün şunda yaxshi minutlarda, şunda yaxshi daqiqalarda hammalar şey yig'ilib qapdiq. Aldı bilan sizlarga mushu şirketimni bir qisqacha tushuntirib qo'ygan bo'lsam, Şinjan Şeyme Xalqara Soçekli şirketimiz 2015-yil 3-oyning 24-kuni qurilgan bo'lib, şirketimninki ismi Şeyme hozir %80-90% hammalar bilsizlar-ku. Markaninki mushu kelib chiqishi bo'lsa, Şeyme degan mushu chet eldan kirgan bir so'zlik bo'lib, buningki ma'nosi go'zallik, tabiiy go'zallik degan ma'noni ifodalaydi. Yani mushu şirketni qurishdagi maqsadim o'zimninki qizininki ismini şirketninki ism qilib turib qo'ygan. Eng dastlabda men mushu undilarda savdo qilish orqali mushu egilik tiklash yo'liga qadam qo'ydim desam bo'ldi. Jami mushu 6 yildan davomlashib qapti. Mushu undidar chiqqandan başta undidarda savdo qilish kirishdim. Masalan, kiyim-kechak bo'lsin, undan keyin mushu rangli girim buyumlar bo'lsin. Keyindan bara mushu 2014-yillar atrofida Germaniyaninki Ferrarusi va Fashion Favor deb mushu ikki cho'ng markadagi rangli girim buyumlarni diyorimizga import
qilib akirib xonim qizlarniki huzuriga sunduq. Shu jarayonlarda men o'ylanib qoldim. Faqat rangli kirim buyum bilan lam cheklanib qolsak bo'lmaydiganligini, xonim qizlarniki ehtiyojini qondirolmaydiganligini his qilib, tunji bo'lib Shayma degan markada o'zimningki materialni Malayziyadan import qilib, vatanimizda o'rab qachilab, Shayma Sentinla sutuluqlash yuz chapligi degandek bir shu yuz chapligimizni ishlab chiqarib bozorga saldim. Bundan keyin yana shu planimda yana 2 oydan keyin shu Shayma markamizda yüz yuvish suyuqligi, girim chiqarish qog'ozi, kunduzlik, kashlik, namlik saqlash miyi qatarlıq shu teri asrash yurishlik buyumlarni ishlab chiqarib bozorga salmoqchi. Şirketni qurishdagi asosiy maqsad xonim qizlarga shu go'zallikni ato qilish bilan birga o'ziga tayinib egilik tiklash, iqtisodiy kirim yaratish, ayollarningki o'ziga bo'lgan ishonchisini texmo oshirish va jamiyatga bir kishilik hassamni va to'kpamni qo'shish uchun shu shirkatimni taraqqiy qildiryapman va uzluksiz tirishyapman. Hocalık hakkını tapşırmadan mı? Bir neçə gün keçir. Kışı banamı tügep ötmedik ya Özkan. Ötkendim ben vaxtıda tapşıratal dep eniq dedim mi sizge? Yol dışınızı mı dep koydum yani? Hele bunda bananı küstükkensiz, hele bu bananı küstükkensiz. Neçe vaktim bir yol koygan iken bilinglar fıkka ama adamı kıcılık kılmay. Ya bulması vaxtıda köçen var mı öydüm? Cak doydum ha bu hafki icarı vergendim. Minam yig'lab ketibdi. Apa qo'yib qo'ydiman sizni, qilibman. Qo'shqo'shashdimi? Bilmabdi, babam sizga jumur yig'laman. Bilmabdi, jumur bilam. Bilmabdi. Qo'shqo'shashdimi bilam? Maaşınızlarım 3 milyon tursa. Milyonini hocalık hakkı berivetsek, kalan 2 milyon turmuşumuzga yetadi. Şükür qilsak hamiz o'takizdi xotin. Sen mush kunlarni qiyinchilik deb o'ylagan vaqtingda keynimizga qarab boq. Keynimizda egichoqsiz, uy makonsiz yan qiynayotgan nurg'un kishilar bor. Ular qaragan bizning turmushimiz yaxshi emas, chiroyli o'g'limiz bor. Uni sog' salomat turibdik. Lekin bizning bolamiz bor tursa. Her bala öz rizqi bilan tug'iladi. Balamizning yana kelgusida uning kutib turgan shon sharaflari, toji taxtlari, uning mansub shonliq manzillari bor. Sen bunun ansirmagan xotin. Yaqinimizniki yana undan boshqa yillik mukofot puli chiqadi, yana terish boshqalarni qo'yatma. Bu kunlarimiz o'ng'ishlanib ketadi. Huzur ko'ra. Chiqib bala qarab boqay. Ata bayramga xotin. Afsus, men ishlaydi ekanman. Shunga bozorga chiqib o'zing yoqtirgan narsalarni sotib olgin. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Sen eng go'zal qiz. Aynigar. Ha? Cho'lani yig'im olaman. Cho'laga soat edib olgin. Ondan keyin bolaga bulmoq qilsin qolma. Yo'lda qat qil. Va ish qilmoqni qo'ydin. Oldira qaytib kelsangiz, atlar bayramga fikr kiyim olaylik. Yana to'ylik kostyum yechib qo'ydim. Yo'l kostyum bekamroq. Bo'ldi lekin dema. Aytma.
Tatlı kozam. Gel Cem Tümür Batrum. Kaşınız apanızı okşaptı mana. Şundan çoğulun oğlum. Gel ama. Oy. Kara olmak bana. Kaş sağ şunda okşaptı buna. Selam. Ol çıkamsınız. Sana bozo. Metin. Çıkmaydı bu balım apsığa. Cem Tümür Batur. Men xizmat qilay degan. Ben bir narsalarni kam qildimmi? Bir narsalarni kam qildimmi bilan? Men sizlarni qiynab qo'ydimmi? Bizni qiynab qo'ymadingiz. Ya bir narsamizni kam qilmadingiz, lekin o'zingiz kerak bo'lganini kam qildingiz. Ben sizlardan ortiq hech nima kutib boqmadim. Ben talabmi qilib boqmadim. Bundan keyin o'xshash. Ham hozirmi talab qilmayman, kutmayman. Men faqat sizlar bo'lsanglar bu. Men sizdan ortiqni kutmayman. Barliqim sizlar uchun. Ammo bolamiz cho'ng bo'lsa, o'zining nurg'un orzu-armonlari bo'lishi mumkin. Orzu-armonlariga yetolmay yerga qarab qilishni men xohlamayman. Ham sizningmi yerga qarab qilishingiz men uchun o'lim. Lekin balamiz tiq kichik. Kichikli bir balani sen xizmat qilaman deb uy tashlab qo'ysang, balaning kelgusini o'ylashimiz kerak. Kelgusi parlaqini biz xizmat yoki boshqa bir turmush tufayli yo'q qo'ymasligimiz kerak. Bolamiz yolg'iz qolmaydi. Uyimizning xo'jayinining ayolimi uyda turso'li qildi. Shunga men o'ndidar ashqil bo'lgan telefon kerak. Siz men uyda, men uyda o'tirib turso'li qilay, shunda bo'lgan bolamiz yolg'iz qolmaydi. Qarg'an sen bir qaro gap bo'lgan o'xshaysan. Bo'ludi. Bu oila sening va mening ikkalaning o'rtaq oilasi. Bizning balamiz bor. Balamizga yuz keladigan asosda, balamizning kelgusini qo'g'dab qoladigan asosda xizmat qilaman desang, men buni qo'llayman. Balam o'tan yashnab ketdi. Aynigar? Bu telefon sana keldi. Şeyime gırım buyurdu. Hep kettojma. Neden? Apa kau soal kali?
Yaxşımı aka? Yaxşı. İzlep mangan, teziniz çırap kaldınız. Benim ha? Ha. Şimdi şu uculuk pulunu tapşırıysa dep. Oy bu pul çıkkı. 3 aylık uculuk pulu. 3 aylı? He. Yıldışınız kafa taptı ha? Yak, Emsi bunca çık pulunu nereden taptınız? Şeymedin geldi. Şeyme? He? Nime o şeyme degan? Bizning şirket? Şirket? He? Siz kaçalı pul söylep öğünüz bassam şu. Balık yıkıştım başka işlemini bilmezsiz. Şirket dep bu ya. Sizga keyin tushundirayam, siz balam yolg'iz qolgan, men manglashtiray. Bu şirketmiş dedi. Aynigar, Ha, çapını çıkıp bergenmen bana. ma'qul. Mening burada çapım yoktu o. Sizga setib oldi. Pul nereden geldi? Şeymadi. Şeymeden. Ha, Mina. Rahmet olsun. Konu çapını çıkıp bergen. u chapani yuvib qo'yagmishdan yana bo'ldi. Albatta mushuni kiyma. Ammo chapanni yonch qilib pul bor. Xo'jalar haqida topshiriq. O'shanaqa qilib topshirib bo'ldim. Yana kelib 3 oylikni. Nima? Birasi qarz oldingmi? Yo'q. O zaman sen şeymani qilib mushta jiq qilib ketding. Kirib chapanimni yonch qilib azroq pul chiqibdi. Men kira qilmoqsin bu dedi ona. Bu chapani yanchiqdim pul bor. Bu ya. Şeyma badi. Bu mu sevmedi keldi lan? Ben bana Nima bo'ldi? Bir narsa unutib qolibsizmi? Yo'q. Nima bo'ldi? Agar bir qizimiz bo'lsa, Ha, qizimiz bo'lsa nima bo'pti? ismini Şeyma qo'ydim. Tamam oldu. Şeyma. Mötver aka. Xo'sh. Bugun çayxonamizga Jungmay guruhidan Farida xonimni alayda mehmon sifatida qadam tashrif qilibdi. Shunga shu go'zallik haqida qarashlarini bir anglab baqsaq mumkin bo'ladimi? Güzellik haqida o'z bir anglab baqilchima. Uzun bo'ldi, bizimiz setlashib ketgani. Anglab baqilib. Assalamu alaykum Çayxan ahli. Men Jungmay guruhi sog'lomlik va go'zal badan loyilash o'qituvchisi Farida Abduqodirdan hammanglarga mehrlik salom. Bugün muş çayxanaga nurg'un xonim qizlar yig'ilibdiq. Aman mishada o'tirib atgan nurg'ulg'an xonim qizlarning intayin tabiiy, noyatda bir güzel kırım buyumlar bilan nayt süzük, şunchalik chiroyli yasanib kelganini ko'rib turyapmiz. Bizningki ayollarning tashqi qiyofat bek muhim o'rinda turdi. Bo'libmi chiroy go'zalligi. Ham bu nurg'unlagan kırım buyumlar bor, ishlatyapmiz. Chatdan kiryapti, o'zimizning davlatdan ishlab chiqaryapti. Mana mushu kırım buyumlarniki xuddi hozir jamiyatning taraqqiyotiga asosan kırım buyumlarning turlari intayin ko'plab ketdi. Shunga har qanday bir xonim qizlarning mush özünün terisiga intayin yaxshi mis kelgan tüpatchat yuqur bo'lgan kırım buyumlarini ishlatishni tavsiya qilaman. Onundan keyin mushu xonim qizlarning kırım buyumlarini attiganlik, kunduzlik kırım bilan kechlik kırımni cho'qim ayirib olishni tavsiya qilaman. Bizning ajdodlarimiz almisaqdan tortib go'zallikni yoqtirib kelgan. Go'zallikni tashabbus qilib kelgan. Hamda hozir mushundaq Şeyma markalarını ekirib, mushundaq Şeyma şirketlari bizningki diyorimizda nurg'ulg'an bo'shliqlarni to'lg'izdi. Bayatdan Farida xonim degandek tashqi go'zallikdagi ehtiyojimizni qondiryapti, ham qondirmoqchi. Bu gapni davatganda menda bir hikoya, bir ism kelib qoldi, deb beraymi? Ha, mayli anglaylik.
Birisi bir yeni silingan bina bir mahalliga ko'chib keladi ekan. Bu ayol oldin avval kelib, o'ylarni tozalab, yig'ishtirib, andan keyin ko'chidi-ku. O'ylarni tozalab, ratlab shu birinchi kun ekan, obdan ishlarni qilayotganda tok ketib qoldik. Abla, ajab ishim tugmay turib tok ketdi ya. Debla shamdan birini elibla, shamni yiqib turishig'ala shikdandan urildi ekan. Yugurib birib ishini ichib qarasa bir bola. Hadi uyingizda sham bormi degan ekan. Ayol turib ekan. Ko'ngilda o'ylaydi ekanda. Tova, qanday bir mahalla ko'chib keldim men. Bu uyga ko'chib kirmayla, birini so'radi-da mala. Tas xo'shnamdan ta'lim chiqmadimi nima? Deb turib ekan. Yo'q, dedi. Degan keyin, ha, deb iliq bola kendi tutib turgan bir tal shamni elib, opam meni o'dildagi xo'shnimiz bugun ko'chib kelmoqchi. Lekin to'liq ko'chib kelmaganlik uchun uyda sham bo'lmasligi mumkin. Agar qorong'uda qolib qolgan bo'lsa, men shamni akirib deb bergandi. Gerdikin iliq ayol o'zining bayatimqi xiyolidan shunchalik zar pushmon qilib ketganda. Men nemish bu xiyolni qilib yurgan bo'g'aydi. Deb shuning bilan o'zining xato o'ylaganligini his qilib, ana rahmat sizga deb qo'lni shamni oldi. Demak, bizning hamda tashqi go'zalligimizdan ichki go'zalligimiz odamni bekerek tiqimi, ya'ni go'zal ko'rsatuvchi. Gerçi o ayol balasını çıkargan bo'lsa, o ayolning siymasini ko'rmadik biz. Ama o ayolning axloqini, onun güzelligini, balasının amaliy hareketi orqali o ayolning qanchalik go'zallik ekanligini ko'rishga tashna bo'ldi, aqchani xo'shiniz. Tashqi go'zallik Bayatın Farida Hanım degandek taş güzellik pek muhim. Ayollar için bu bizning ajdodlarimizda deyilgan. Bayatın degandek anani dadani perdasi ko'rsatmadi. Güzel bo'lsa nima degan chiroyli. Güzellikning o'zini nihoyatda güzel tutganning o'zi qarshi tarafni hurmat qilganlikchi. Chunki pakiz yasinib, chiroyli kiyinib, chiroyli o'zining bir tarix turqini o'ngshab, qarshi tarafga assalomu alaykum deb kelganning o'zi shu qarshi tarafni hurmat qilganlik. Endi bu tashqi güzellik mangulik emaschi. Ichki güzellik o abadiy bo'lgan narsa. Endi tashqi bilan ishqini birlashtirgan chog'da meningcha u go'zallikka bu dunyoda hech kim to'g'ri kelmaydi deb o'ylayman. Voy rahmat. To'g'ri deysiz Mutvar aka. Onun ustiga shu qalbi go'zal, o'zi go'zal, so'zi go'zal xonim qizlarimiz texmi ko'paysa, bizning bu jamiyatimiz nima degan go'zal bo'ladi. To'g'ri. Albatta. Mutvar akamiz acayip yaxshi bir hikoyani aytib berdi, Juma. To'g'ri. Menimcha men shu xonim qizlarimizning shu shayma mahsulotlarini ishlatib, shu tashqi go'zalligini texmi go'zal qilgandan boshqa universal bilim sapasini o'stirishga texmi ahamiyat berdi deb qarayman, shunaqa ishlayman. To'g'ri. Bu gaplarga men ishinima bo'lmasa? İşiniz. Mutvar aka, Xo'sh. shu shayma girim bo'yimlari to'g'risida 2-3 yil qo'shaqni ezib kelgandim. O'zimni faqat tutaman. Yana tutdi. Yana tutdi. Mush balani bir doktorxonaga olib borsa qildi. Doktorxonaga opirishdan burun bir anglab yatmaylim. Ya doktorxonaga opirish ketmaydi. Shayma girimlarini cho'kib olsa yaxshi bo'lib ketamiz. Kız çokallar yürerken Şeymeni izlişip önümünü kögeçke bir-birden soruşup Şeymeni işletken kız çokallar çıraylık şu çıraylık kızlağa bu şeyime en layık. Vay. Şavurdufka. Ras. Bu acayip vakit var Cuma. Shundaymi? Acayip qo'shoq cho'kib barsan Cuma. Bangli qo'shoq cho'kib turgan. Qaramaning chiroyning. Ha? Yama yoshirib. Bu shaymi girim buyumlarini sen ishlatib atmagansan? Oy yo'q, aka tasqaptim men ishlatib atmadim. Men emasmi, ayolim ishlatib atadini, shunda yoqtirib ishlatdim da. Ha, bunda da. Shu paqirab ketgan gap. Ha, Mutvar aka. Xo'sh.
Muşu Şeyme mahsulotlarini ishlatib, muşu o'zining go'zalligiga qattiq ahamiyat berayotgan bir xonim. Yo'ldosh bilan birlikda mush mehmonlarga bir yumor so'zlab bersam deb shu topda shu ko'zingizga qarab o'ltirdi. Bir ruxsat berasiz shularga? Voy. Bu ikkisini metre to'y qilmadi deb o'ylayman. Yosh ko'rasiz. Oy, to'y qilib ishib ketdi. Ishib ketdimi? Ha, shu Şeyme grimlarini ishlatgan ekan, to'y qilmaganda ko'rinadi. Yosh ko'rinib ketmagan gap hozirchi. Assalomu alaykum. Bugun hammaylar Şeyme xalqaro so'zchilik shirkati quygan choyni ichib o'tiribdimiz. Aldilar men hammalarga salomimni yo'llasam. Biz asabi oshiq mashq ayol Abdurahmon Akbar. Gulnur Niyaz. Hammalarga o'tliq salom. Ali ehtirom. Biz bugun shu choy ichgach, hammalarning bu aramolg'anni kulkidigan jonni o'zqi debdikan, azroq qizg'arib parang qilib birayli deb deyishib qoldi. Esil, anglaymiz. Musha bir kun aptizga chiqsam, bu aptizning ichida liqqida odamdan aran esib turibman. Ey xon, qanday ahvolingiz yaxshimi? Ajab chiroyli ekansiz. Lekin sen o'riq ekansiz ukam. Bizda bir mahsulot bor, qarang. Vitamin C to'liqlaydi. Ashni ichgan bo'lsangiz, tiklashna chiroyli bo'lib ketadingiz. Yo'q, bo'ldi yerda olmaychi. Men shu oltin saqlab qo'ygan bor. Voy, aka, qanday ahvolingiz? Voy, yaxshi. Siz aka bunda qarsam, siz bo'yingiz pakara qilib turdi. 5 metr 20 ta xon. Voy, qarang, bizda bir mahsulot bor-da. Ha. Siz vitamin A to'liqlasangiz, bo'yingizga egiz bo'lib, shunda so'yladi ko'psizda. Va xanam uçaqda siz memle şovat qo'yib paranşasizmi? Vitamin to'liqsan. Mo'sh, men menda o'ylab qoldim ukam qo'ynar. Biz siz vaqo eng yaxshisi bu aptizda buni sotaman demay. Sizga shu vitamin G bilan vitamin G ni to'liqlasangiz, men aptiz chiqqan vaqtda jimmidi qisib o'tirgan bo'ldi ekansiz. Oy, Tongjon, oy. Ha, keldim. Nimanjoxo! Nimanjoxo. Voy, yomon qiz bo'l ekan, va. Ha? Aka, nim kerak sizga? Ukam menga lag'mandim bijna. Lag'mandim birni. Aka, men lag'man keldi. Ukam Lobanni chaqiring, ukam Lobanni. Ha, ma'qul. Ha, xo'jam. Nimdaylar? Va, xinam bu lag'man o'zini qaylab baqsan? Voy, bu lag'manniki ochiq bo'lib qaptimi? Ya tuzluq bo'lib qaptimi? Demamla, gulib o'tag'icha. Va, xinam bu lag'man cho'kimsman, nima deyman bu lag'mandan? Of, cho'ka kap beray. Yani bir necha kundan keyin oshxona bu lag'mani titib qilib, yana bordim oshxonaga. Kasi mehmon kasla. Xinam menga ayliqanda o'qishtirib lag'manda yana bijni. Mana. Va, ukam siz mayat 5 minut o'tirib turamsiz? Voy, aka. Men bir yer 5 minut o'tirsam, jamini o'zir kirib, sap chiqay deganma. Yo'q, men uyga kirib cho'ka keladigan. Qetiq satma. Va, acham mas silninkimi? Voy, ukam qiziq gaplikna. Voy, men setayotganki meniki. Ha, undas ichmay bo'ldi. Qalini o'z ichdim. Doktor. Ma bugun mamiyat ishlab. Ash qo'sqog'riq odamlar kelibdi. Qani bo'lgan? Nari sag'roq. Aytganim qo'sqog'riq faqat bo'lolmadim men. Menda qiling. So'qib operatsiya qiltamsiz. Voy, menda qiling. Voy, yollig'lanib qapti. Men dariz beray ya. Ma dani issingiz, cho'qim saqaysiz ukam. Ha, ma'qul. O doktor bu doğru içiversin fakat sakaymadım ya ben. Voy, siz yeni kapsizg'u? Sakaymaganda keldim bu yerga. O doğru qanday ichgandingiz? Shu choy bilan ichgan. Soat nechida ichgan? 6 bilan. Ay, men soat 9 ichgan desam 6 ichib nima qilsiz? Voy, qo'sqimga bakteriyalarni ayron qoldiradi, bir baldiroq ichib olgandim, aloqadorlik qilib deydi. Ma ayolim bugun yana mayaga she'r o'qiyma, naqsh o'qiyma davron silamatda. Uye? Ağlayla. Ma gapni ko'ring. Ma jahonning ishlardan bir xabar ma bizning adam. Qizlar be köyündə. Ma qizlarimiz ahmoq bo'lyapti.
Men şeirni men birini o'qib beray, hammanglar bunda tinglab qinglar. Ma'qul. Birisi munda deb şeir yozibdi. Yarım sen, nigarım sen, boynumda tumarım sen, akşamı kecelerde yandırgan çırağım sen. Oy, o qanday qadamga ikki yar tutib oldigan. Birisini boynuga tumaq qilib basidiki, birini uyga kirib jinchiroq qilib yondirdiki, ertaga osh yetadiganға, kir juydiganға deb yana ola bir munchini. Qizlar ahmoqmasizlar? Bu naqshi deganni shu o'ltirib, suyib, tashlab deyman daga. Etdim, başladım ha. Nemeti? O'tgan qatimqi naqshangda 5-6 o'lmay qolibdikan, buga o'ttirib deb kelibsan-da. Voy, nemda istesam adam. Şiir yazsam xəxnim deb qala. Qoşaq yazsam xəxnim deb qala. Yazmay desem bək yazğım kilor. Vay xəxnim desi taz yazma. Qandaq qila. Külklərinin səbəbkarı sən. Külmüsü çırağımı salımən. Ha, toğra yerim. Ahırsın etimi. Külmüsü meyle jığlap oltasun. Vay neme karın, nimsi dep qala. Ha, geldi valla. Da. Mavkamcı bizim restoranın daimlik mihmanı. Keşkim şekilde. Ha, nimler istiniz? Ha, bira faaliyet orlaştırdığında bu etibar faaliyet bağda ha. Faaliyetlerimiz her xil. Qaram ben sizga biray. Birincisi, qiz do'stingizga bizning restoranga kelsangiz 20% etibar qilamiz. Voy, aramma. Uy, ikkinchisi, ha. Ayolingizning ma restoranga kelsangiz 45% etibar qilamiz. 45%. Ha. Ma eng oxirgisi anglaydigan bo'lsa siz rasmiy qo'shib ketasiz. Ha. Ayolingizga bilan qiz do'stingizni tang akasingiz 100% etibar qilamiz. Voy, buni keyinda shunday yaxshi mulozimligimizga. Qanday mulozimat? Doktorxonadanchi? Ha. Sizni bekorlik olib berib davolaydi. Voy. Meni yo'liq chiqdasda debsiz-da. Rahmat. Hey, alamet qizib ketdi, karamet, mana yuraklarga yetib ketdi, hozir alavet. Armag'aysizlar, jimo texmi turishinglar. Yomon payz bo'ldimi yumurlar. Onun ustiga mana bugun choyxonamizda ahamiyatli suhbatlar, qiziqarli dialog, yumur chaqchaqlarmi bo'ldi deb o'tver aka. Shunda. Bugun choyxonamizga G'o'ljidan bir necha sazan yigitlarimiz kelibdi. Mushlarning bir naqshi muzikalarga quloq solib boqamdiq. Oy, alamet, mana texmi qiziydigan bo'ldi. Qaynab ketdi çayxona bugun. Çayı maras esilkan. Qizcho'kalla appaqsun. Kirem sho'qmo kep qapti, uni buni deb baqsin. Voy, esil.
Assalomu alaykum Choyxon ahli. Alaykum assalom. Mushu mening bir ikki yig'iz gapim bor-da, Choyxon ahliga deb bermoqchiman. Anglab baqala. Mening bu hikoyam mushu ayollar to'g'risidaroq bir hikoya. Bu mening beshimda o'tgan bir ish. Mehmonlarning yoqtirib anglashini umid qilaman. Mushu 80-nechinchi yillarda mushu bizningki mushu ittifoq yo'limizningki 10-yo'l avtobus bizning poyezd stansiyasida mushu radio stansiyasida bosh bekat shu yerda oxirlashidi. Men shu vaqtlarda o'zim aytib, ondacha vaqtlarim ekan. Shu radio stansiyasidan avtobus chiqib o'tirib, men poyezd stansiyasiga bormoqchi edimda. Ketib qolsam, mushu dal Chinzotning oldiga kelgan bir ayol bir bolani ko'tarib chiqdi-da. Vaqtlarda avtobus bilet alıyordu 5000'dan. Şunun olaylık bana kokuyup lan bu bilet ağacının yerine girip lan biletini hep aşağı turup kaldı. Bal karsam ayağa turup kaldı. Ben akıl ottağın. Haymış bal yıkılıp düşmüşsün de bu balını şap hep la kucağımda otkuzup. 3 yaş çamlısı bal iken bu. Özlem erkelte bilen çıraylık. Ottağdım da bu şu seyrik ümekini aldık kendine ayılıp çıkıp gitti de. Bu balı bende kaldı. Şunun olan hay ma bal otup kaldınız. Desem de döküp gidip vardık şunda işte balını götürdüm ben akıllı düştüm de. Hadi balını unutup kaldınız. Vay ma balını unutup kaldınız. Sen toxtamaydı şunun olan yügergen petim lan balını kokuyup berip tutup aldım. Vay hadi nim qılınız bu desem nim balda deydi. Vay balınızı unutup kap ketip barsınız go. Desem oğuz balım inim geldi mi ma bal ne desem kimning balisi ekan bu? Balani baqqanma atam sen deydi. O avtobusga o'zingiz ko'tarib chiqdingiz-ku deb turishimga ikki soqchi kelib qoldi-da. Bu soqchi kelib, "Nima bo'ldi?" deb, "Bu mujtamizda ahvol. Mana bu ko'chada baqirashmay soqchixona kiraylik" deb biz soqchixonaga kirdi. Akirpli soqchining boshlig'i chiqdi. "Nima ish degandim, bundan ish. Bu osonli bir ish bu. Ey, ma ishkim yo'q dedi. Ayol ishkim yo'q turdi. "A, bana oyoq apa." dedi. U bola oyoq turdi. "Ma ishkim o'tira. Ishkim bola Makka deb chaqirsa, mush bola kimning oldiga borsa, mush bola shuniki keldi" dedi-da. Dedim, men o'tdim. Bu ayol yanımda oturdu. Ben bala mekel dep koydum. Ben bala mekel dedim de. Öyle bal dok jügrep kep 1 metrdek yakın çap toktu da bu. Öyle ayolga qaraydı, bana qaraydı. Biroq o ayolga qarayıp "Vaşlık mağladı da özünü bu." Oy dep kaldım. Öyle soqchi jozga vang birini qırıp. "Endi sözlüğüne" degende. Gup direk yıkılıp qalsam bedelim ağrıp közümni şunda açsam tushimga. Ras boğaçını düşünge atıp koydun ha? Hem düşünge atmasam ilik balık kınesi, o balık bekip bazı çoğun kılıp daha şöyle okuyordu. Şu balık da toy kılmay boytak yürü etmezsem ma kızlarımız ne talep koysan akılma. Elimi talinga bal jügrep kep dada apa demepti. Bir güne mışı bir arayal işkisi, mışı işki balısı varken de bir kız bir oğul. Bu öyde belik yaydığına köndürütte, bu belikne dadısı mı aşpezken ma okşaş. Belik nar temlik pişirirken de bu. Bu balla belik künep ketken ki 2 günde bir belik yaymalı deydi ki akep belik pişirip iken. Bir gün mimam çaqırmak çok kaptı de bular. Bular ballar ideya hizmet işlepti. Ballarım, men yakşam gün mimam çaqırman. Mimallar kelip, yep içip, belikni yesin bir töpünü yeydi. Ular belikni örmeydi. Şu vaqtida ular kesse belikni örpese ma bir törpünü silay debdi. Ha, buldu dada. Deb bu ikisi şunlardan ilk yakşam gün mimam kaptı da bu mimam kan bu iş mara bir turptu da o mimallı yap işte belik şunda tetkikti da şu odul Kasım'da bir vakit adaş Kasım'a belik okşayıp gitti tutab öğreydi şunda örüp gel iki bal yügrep dikip dada belikni örüp etti go dedi. Muşu xabarlarda ben muşu 2 qavatlik bir avtobus chiqib yo'qolib ketdi Urumchida. Mesela ma kishilar ko'mida uni aqjan. Ben biz köy. Sen köy ma memleketten olarak bu köydü. Şu 2 qavatlik avtobus chiqqanda biz Turpanda 5 qağımız chiqdi, Xo'jizdan o baş bekitdi, Xo'jizga chiqadi, Tömür nimaga, postansiga. Bu ikkisi shuninglarlik avtobus chiqib bilan o'tirib birisi pastda o'tirib qolibdi da. "Hey, tepede o'tiringchi" desa. "Pastda o'tirib baqina" desa. Siz özler otasılar ama tepede oturaydı tündol tepeye çıkıp burada yürüyüp çıktı da. "Oy nima bo'ldi Abdurahmon?" desa. "Hey, tepede şoför yoktur da" dedi. Ha, Mötver aka. Hoş. Bu Abdug'ini bugün muşu doğrusunu toluqlı işe o'xshaydi juma. Shunda o'xshaydi. Qanday deysan? Bu eliqi taqqı tuqqolarini demaydigan bo'lib qoldi-ku.
Bugün demedi? Adaş ben bugün ma takı ravrız tayyorlik qilib keldim deyman. Shundami? İşenmisan anlap bakamsa? Anglayla unda olsa. Anlap baqila. Ha. Qara qağalarım qayrilib uçtu. Yana tuttu. Birsi manga qarayman deb yegedim çüştü. Hop bo'ldi oldi qarab mamgan tashlashvatasiz ha. Yarım men seni badep berip melengde oynayman, berip melengde oynayman. Aqtansa. Eğer melengde bolmasan öykürüp uflayman sarağımı sapsaqlayıp Hem de oңшылыптым ha. Dünyada yok azapsız rahat. Rahat izlep çektim nadamet. Ay şu yani şu yarımni körey digende. Ucun yem koyu kitabı değil mi bugün? Çünkü ma çayxanaga yeni unutma. Mehmanlarni ancha-muncha kuldirdi g'ayishim bor. O'ngchilik Rahmet. Asmandaki ay bolsa, navas sağan çay bolsa. Şeymesiti filora bilgatistek bay bolsa. Bahar bolsa, yaz bolsa, qatar gaz bolsa, telefon bolsa, opodek, isil bolsa, saz bolsa. Girim bolsa süpetlik, şeymedek cın bolsa. Sırdışımның təmidin köz qulaqlar dın bolsa detken. Ras. Taqı tuqu degenge to'yaman hamsa. To'ydim. Qanmaydı ya, qanmaydı. Bu yürekler qanmaydı. Voy yana nemiga qanmaysa? Taqı tuqug'imi yo ama choychining cheyig'imi? Voy jinim aka, bu bizning choychininki aş ta'mi tilda, huzuri dilda qoladigan choylarga qanmaydı. Onun üstüge muş çayxanda bo'layotgan isil naqshi muzikalarga qanmaydi emasmi ada? Voy. Mında degine bir naqshanglayli demoqchikansan-da? Endi bilib oldingiz mana. Aniqli deymamsiz deymanda. Bo'ladi shuni. Udullik qilsam bo'ladi deyman. Udullik qilsam tushunmaydi cho. Shoirlar odatda mushundaq gap qiladi. Taqtuq shoirlar.
vaktim yoktular endi peyda bo'ldilar endi peyda bo'ldilar bir biqib ishki biqib yurak o'tni soldilar bir biqib ishki biqib yurak o'tni soldilar Naqsh etib bergan, soz chap bergan, qo'shoq o'qib bergan, so'nab bergan fikrlarimiz ko'p rahmatchima. Shayma savdo cheklanish shirkatining qurg'uvchisi, shirkatining taraqqiyotda ham qurilishidagi voqealigining hammani bizga naytdan to'liq namoyon qilib berdi. Men o'ylaymanki, choyxona ahlining mush go'zalligi bo'lgan engimiz bir qadar yuqori pallik chiqdi deb o'ylayman. Bo'yoq bilan bo'yg'ichi tishingni bilim bilan zinnatligin içingni, gülning zinnati yaproq, insonning zinnati axloq degan bunday hikmatli gaplar bor. Pah. Nima degan isil gaplar bu? Mushu odam go'zal bo'lganligi uchun söyümlük emas, söyümlük bo'lganligi uchun go'zal deb yozgan men hikmat xotiramga. Çayxonamiz isil joy, kelib mehmon bo'lib ketding. Yumur bo'lsa oppoda telefon qilib deb keting. Mötüver baş egimning kiyimini kiyishib, sirdishimni ichishib, huzur lazzat ep keting. Shaymaning shirkati tonulibdi har joyga. Mas'uliyati sifatlik qaltis ekan deb keting. Oy rahmat. Yani bıraktım görüşçü altın tınınla aman bolsun kiler hep görüşeyle. Hayır hoş. Thank you.